Hunarmandchilik yo'nalishidagi quroqchilik yo'nalishi bilan shug'ullanaman. Faoliyatimni 2021-yilda boshladim. Bunga sabab aslida men o'zi 3-sulola, ya'ni 3-avlod quroqchiligi bo'yicha 3-avlod hisoblanaman. Mana qizlarim hozir 4-avlod bo'lishadi. Hunarmandchilik faoliyatini boshlashimga davlat rahbarimiz sababchi bo'lganlar. Sababiki Covid juda ko'p insonlarni ozgina qiynab qo'ydi. O'sha paytda biza ham oziq-ovqat bilan nimada ishlardim, bosh oshpaz bo'lib, ishdan uyda o'tirib qoldik. Shu paytda prezident qarorlari bilan ayollar daftari tuzildi. Mahallaga chiqdim. Xotin-qizlar bo'limiga uchrashdim. Ular meni ayollar daftariga kirgizdilar. Keyin so'radilar, qo'lingizdan nima ishlar keladi deb. Borini yetdim, shunaqa quroq yo'nalishi bo'yicha tikuvchiman, uyda ham tikishim mumkin dedim. Shu bilan menga avvalambor mahallamiz, keyinchalik hokimiyat, prokuratura, jamiki shu hattoki JEK rahbarlari ham yordam berdi desam yolg'on emas, buni butun do'stlik 2 mavzesi biladi. Shu bilan shuni ustiga davlat rahbarimiz kelib qoldilar, meni kichkinagina ustaxonamga kirib ishlarim bilan tanishdilar. Keyin quroqchilik yo'nalishi bo'yicha shu chet davlatlarga ham mahsulotlarni olib chiqib namoyon qila olamiz ham, chunki hozirda yoshlarimizni esidan chiqib ketyapti. Milliy qadriyatimizni tiklash deb ancha suhbatlashdik. So'z berdim ularga. Qanchalarda olib chiqa olasiz dedilar. Men aytdim, bir uzog'i 2 yil bo'lsa kerak, shogird yetishtirib shu chet davlatlarga olib borib o'zimizni milliy qadriyatimizni namoyon qilib kelamiz deb so'z berib qo'ydi meni katta gapim. Lekin o'zim qo'rqdim. Eplamanki, men eplamayman, har holda pensiya yoshida biza yo'q epladik. Mana 2-3 yilda ichida 8 ta davlatga bordim. 8 ta davlatdan endi O'zbekistonlikni ham kechagina hisobladim. Mana bugun kechasi Qozog'istondan keldik. 75-sertifikatni olib kelman. Rosa xursandman. Avvalama Yangi hayot tumanida juda ko'p shogirdlar yetishtirdim. Tikuvchilar, uyda o'tirgan ayollar, qiynalgan ayollar, ayollar daftaridagilar, yoshlar, hattoki ishlaydigan, yana qo'shimcha daromad qilaman degan ayollarga ham shu hunari mahalla qoshida menga 2 xonali chiroyli ustaxona berishdi. O'sha ustaxonada xatga tushgani 12 ta shogird haqiqiysi. Bular haligacha o'zi meni ishimni davom ettirayotgan, mendan o'zib ketgan shogird. Ayol qizlar. Ularni har ko'rganda xursand bo'laman. O'sha paytda ayollarga kredit ajratilgan edi. Shu kreditni 5 milliondan boshlaganman. 5 millionga kerakli narsalar, qaychi, shu anaqa chizg'ich, bu narsalar xomashyoning bir qismiga, unda ham matoga emas. Chunki quroq bunga katta matolar kerak emas. Yonimizda bir 2 ta sex bor edi. Shu sexdan chiqqan chiqindilardan foydalandik shogirdlar bilan. O'sha chiqindilardan chiroyli bir san'at asarlari degan bo'ladi. Birinchidan ekologiyani tozaladik desam ham bo'ladi. Chunki ular qop narsani axlatga tashishardi. Biz ularni olib, chiroyli qilib ranglarini keltirib bir-biriga shundan faoliyatimizni boshladik. Hech qaysi davlatda, men juda ko'p davlatlarda bo'ldim. Mana Hindiston, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, ularning hunarmandlari bilan suhbatlashganimda bizning davlatimizga rosa havasi keldi. Hech qaysi davlatda ayollarga bunaqa hurmat, bunaqa yordam men borini yetib berdim. Ochig'ini yetdim, shunaqadan boshlaganman. Men mablag'im bo'lmagan deganimda ishonmaganlar ham bo'ldi. Allohga beadad shukur, mana o'sha hunar orqali dunyo kezib yuribman. Meni yoshimdagilar hozir tilillari bilan g'iji-biji qilib gap talashib, aybini qidirib, bir narsalarni g'iybat qilib
o'tirishni gruppalarda ko'rib tursa havasi keladi. Mana bugun Qozog'istondan keldimmi, bir haftadan keyin Turkiyaga ketaman. Undan keldimmi, Hindistonga ketaman. U faqat o'tirib olib pul topish emas. Pulni o'zi qidirib kelyapti mani. Chunki hozir mana ukamizga aytdim, Instagram kecha ham Qozog'istonda aytishdi. Instagramingiz bormi? Telefonni Instagram yurg'izish piyoda tursin, ularda eplab tushish ham bilmayman. Shunaqa bo'ladi. Bizning yoshligimizga bu oddiy hol. Soatlab internetda o'tirmayman. Endi nima deydi? Har bir nimani qiyinchiligi bor. Bir kunda boy bo'lib qolmaydi odam. Hamma narsaga asta-sekinlik bilan erishiladi. Men yoshlarga iltimosim, nasihatim bor edi. Bizani o'zbek yosh ayol qizlariga-da inson o'zini juda ham qattiq yaxshi ko'rish kerak. Uchastka quraman, o'g'il uylantiraman, qiz chiqaraman deb chet ellarda misol uchun xor bo'lib, borib ishlab, oilasini tashlab, bolalarini, ota-onasini tashlab, men ularga aytishnaman. Undan ko'ra men xohlardim bizani ayollar o'zini yaxshi ko'rishini, farzandlarga ko'proq e'tibor berishini, o'zini, birovni emas, o'zini farzandini tarbiyalab, ularni shu davlatga manfaat tegadigan, davlatga ish qilib bir anaqa foydasi tegadigan inson qilib yetishtirishini, buni ayol kishi tarbiyalaydi. O'zini ustida ishlashini, baxtli bo'lishini xohlardim bizani ayollar. Yoshlarimizni shu mehnat deganda ketmon chopsin demayoman. Shu qo'l mehnatlarini chiroyli qilib o'zlariga birinchi o'rinda farzandlariga berishlarini, keyin ishidagi go'zallikni shu bizga o'xshab qo'l ishlarini namoyon qilib dunyo kezishlarini xohlardim. Bunga hech ham mana mablag'im yo'q deydi. Menda ham bo'lmagan, bir so'm pulim yo'q edi. Mana 5 million oldim, oyiga 200 mingina. Ikkitagina sumka sotib, kerakli narsa, shu kreditimni to'ladim misol uchun. Qiyinchiligi bor, lekin uni mevasi ham shirin. Xullas kalom, mana shu mehnat orqasidan ancha shogirdlar chiqarib, davlatimizga, ayniqsa mahallamizga ozgina foyda keltirgan bo'lsa, men o'zimni juda ham baxtli deb hisoblayman. O'rganaman degan yoshlarimizga chiroyli shogirdlar yetishtiryapman. Iloyim ular ham dunyo miqyosiga chiqsin, Parijlarga borib namoyon qilsin. Oradan necha yillar o'tib ketadi, 20 yilmi, 30 mi, 50 mi, balki unda biz bo'lmasmiz. Lekin shu yangi hayot tumanidagi To'smayapani shogirdiman desa, unda meni ham ozgina bo'lsa ham mehnatim singan deb o'ylayman. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin kabidir siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz.